Assalomu alaykum. Mana eshik romlaridan boshqa turlari ham keldi. Mana aptekani oldida mikrorayonda Ariston remont bunday eshiklar, porchkalar sotiladi. Orientirimiz mana To'tepadan Kevrishda poyezd yo'lidan o'tasiz. Poyezd yo'lidan keyin 300 metr o'tasiz, yana havas keladi o'ng qo'lingizda. Havasdan o'tgandan keyin mana domni tagida ochilgan joyimiz. Eshiklar va fortishkalar deyilgan. Mana romlar ham bor. E'tibor beramiz romlarni. 25 xil turi bor. Bu prosta ko'rgazmaga qo'yib qo'yilganda. Anaqa turi bor dema, razmeri bor degani. Mokriyni ham, jigarrangni ham, oqini ham 25 xil razmerlari bor. Boshqacha razmerlar bo'lsa 3 kun oldin aytib qo'yish kerak, обязательно. Temir eshikni ishlatilgani bor. Va'da so'raganlar bo'lsa. Oq ranglari ham bor. Mana akfa eshiklarni 2 xil turi bo'ladi. Plastik va alyumin turi. Mana plastik. Petlasi ham 4 ta qilingan. Oshib-oshib. Mana bunisi alkafon. Temir eshikni yengisi ham bor. Bitta yopilganda 5 tomonga qarab yopiladi. Buni qalinligi 5 ligi bo'ladi, 1 million so'm chiqadi. 6 ligi bor, 1 million 200 ming so'm. 7 ligi bor, 1 million 300 ming chiqadi bo'lishi. MDFlarni, рабочий Ariston ham bor. Mabodo. Рабочий ishlab turgan garantiya ishlashiga, garantiya ham beriladi. Remont ham qilamiz Aristonlarni. Mana MDF ga kelgan mramorniy rang, mramor rang, seriy rang. Bularning zamogli va bezamoglari ham bor. Mokriy rang, jigarrang rang. O'z jigarrang bizda bo'lmaydi, endi kelib qolgan ikkita. Beli korona. Lekin mana beli korona, mokriy seriylar doim bo'ladi bizda. Akfa romlar 6000 talik. 6lik. Profilda. 6000 qalinligi 6 og'ir 2 qavat oynasi bor romlar. Endi keyingi masalan eshik romlarni alyumin degan so'raganlarga alyuminligi ham bor. Oynasi gulligi bor, gulsizi bor. Matviy, gulsiz emas, bu matviy deyiladi. Bo'yi 1.80, 1.90, 2 metr. Shunaqa turlari bor. Bu alyuminligi, bo'yi ko'rsatganim plastik edi. MDF zamogligi va bezamogligi bor. Bir xil endi zamogini boshqa o'zim qo'yaman deganlar bo'lsa, zamogligi va bezamoglilari ham bor. Fortishkalari ham 40 ga 60, 50 ga 40, 30 ga 40 turlari ham bor mana. Aristonlar uchun zapchastlar remont qilamiz. Podakorniklar 30 talik. Har xil razmeri bor romlar uchun. Diqqat e'tibor beramiz, romlarni ham har xil razmeri bor, faqat agar nestandart uchun har xil razmer deganim hozir bu yerda 5-6 xil razmer bor. Yana boshqacha razmer kerak bo'ladigan bo'lsa 25 xil razmeri bor. Oq, jigarrang, mokriy ranglarni boshqacha razmerlar bo'lsa 3 kun oldin aytib qo'yish kerak, обязательно. Mana alyuminiyam razmerlari 2 ga 90lar bor, 2 ga 80 bor. Boy ko'cha turgan yangi eshikni korobka holatda bu. Pakovka holatda. Ya'ni oygini ochib qo'ydik. Hozircha shu. Yangiliklar bo'lsa ham zo'r qilamiz. Akfa eshik misol uchun bitta eshik, bitta rom, bitta fortishka, bitta MDF 4 ta narsa olsa, dastavka tekin. 4-5 kilometrgacha tekin. Agar undan oshiq kilometr bo'lsa 50 ga 50. Agar 4 ta 5 ta narsa olgan bo'lsa kelaverasizlar ha. Bemalol. 97lik 537, 89, 93.